Ha boyvachchalar, ovqatlanishga chiqdinglarmi ko'chaga? Mana uchim tomog'i lavashiman deb qo'ymadi-da. Ha, mayli. Osh bo'lsin. Faqat sovuq narsa ichmagin, xo'p? Hop. Menga planshet olib keling. Ovqatingni ye. Ha, bo'ldi, olib boraman. O'zingiz yaxshi ovqatlanyapsizmi? Menda zo'r hammasi, xavotir qilma. Tezlashinglar yigitlar, ish qilish kerak. Vaqt yo'q. Bo'pti, gaplashamiz. Bo'pti. Qolmasin bu. Shu yoqni tushirib olaylik. Bu qimmatda. Dadam xohlaganini olib ber dedi. Bo'pti, olamiz. G'alva qilma yur. Bugun bir saunaga bormaymizmi? O zo'r bo'lardi. Oldin go'shtga borib, keyin saunaga borish kerak-da. O'zimiz uchun ham bir yashaylik. Men bormayman. Undan ko'ra o'sha pulni uyga jo'natsam, uydagilar bir oy ro'zg'orlik qiladi. Davay, ish qilaylik. To'g'ri. Uyda dush bor, nima kerak sauna? Kayf qizga kelmagansan u betga. Bitta o'zim nima qilaman? Mana gap Tupul opa. Voy, o'zi bormaysizmi? Uzoqroq ekanda. Borsangiz bo'lardi deb, maza qilib kelardi. Men bir erimdan so'rab ko'ray nimadir kalla. Ha, mayli, borib kelinglar. Faqat kech qolib ketmanglar-da. Bo'pti. Ochilbek, ketish oldi bir bozorga tushib chiqmaymizmi? Ha, ketdik. Onamlarga massaj apparati oldim. Ukamga sapochka, jiyanlarga, kelgan-ketganlarga ishkalat oldim. Men zakazimchi? Voy! Sani zakazingni ham oldim mana. Rahmat. O'zingizga nima oldingiz? Mana hamma narsam bor-ku. Hech narsa kerak emasmi? Menga sizlar hech narsadan kam bo'lmasdan yaxshi yashasanglar bo'ldi. Rahmat dadasi. Bo'pti. Mayli.